Assalomu alaykum. Cooking Dilfuza kanaliga xush kelibsiz. Bu taom ertalabki nonushta uchun, kechga yengil hazm bo'lishi uchun brokolidan zapekanka tayyorlaymiz. Parhezda yurganlar uchun ayni muddao. Brokolilarimizni qaynab turgan suvda 7-8 daqiqa qaynatib olamiz. Idishimizga 4 ta tuxumni chaqib olamiz. 3 qoshiqda smetana, 1 choy qoshiqda tuz va murch solamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sirni ham qo'shib, milka yordamida aralashtirib olamiz. Duxovkamizga mos keladigan idishimizni olib, saryog' bilan hamma joyiga birdek qilib surib chiqamiz va pishgan brokolilarimizni terib chiqamiz. Tayyorlab olgan tuxumli massamizni brokolilarimiz ustidan quyamiz. Saryog'imizni bo'laklarga bo'lib, ustidan terib chiqamiz. Qirg'ichdan chiqarilgan sirni sepib, qolpimiz ustini folga bilan yopib olamiz va duxovkamizga jo'natib yuboramiz. 180 darajada 25 daqiqada pishib chiqadi. Brokolili zapekankamiz tayyor bo'ldi. Ko'rib turganingizdek judayam mayin, judayam yumshoq bo'lib chiqdi. Bu taomni parhezda yurganimda haftasiga 2 marta tayyorlab tanovul qilardim. Siz ham albatta oila a'zolaringizga tayyorlab bering. Menga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Kelgusi videolarda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.